jang qilishni afzal ko'ryapti. Qobilov. O'ng qo'l zarbasi yana oldinga boryapti. Bobojoni Теперь уже jab zarbalari. So'nggi soniyalar birinchi raundda o'tkazib yubordi zarba Erali. Birinchi raund hozircha nihoyasiga yetyapti. да, я думаю, что да. Екеуі үшін де бұл әрине таңсық жағдай, жаңа бір тәжірибе. Qiziqarli jang bo'ldi lekin tomosha qilishda davom etamiz. Takroriy lavhalarni bizga namoyish etishmoqda. Eslatib o'taman, Oktagon 72 oqshomida